so'raydi onam. Jonim tikar otilsa toshlar, ushlamasin deb bag'ritoshlar, duo qilar ko'zida yoshlar onam. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Onajon, omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon, uzoq bo'lsin deyman umringiz onam. Kechiring gar bo'lsa xudoyim, yoningizda bo'lay har doim, sizni asrasin xudoyim onam. Onajon, siz borsiz men borman, mehringizga zorman, sizsiz men bemorman. Omonatim boyligim, o'zimni chiroyligim. Onajon, farzand ham ota-onaga ilinib tursin. Mayli yurak bag'ri tilinib tursin, lekin joyi kelganda qarsakni shunday chalaydilar. Bugun zarnomamizni tug'ilgan kunlar bilan tursin. Avvalambor assalomu alaykum. O'zini poy qadamlar bilan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarga, munis onaxonlarga, mehr daryo otaxonlarga, shirin so'zlilarga, qadri baland qadrdonlarga, qimmatli yurtdoshlarga, xullas kalom hammaga assalomu alaykum. Bugun aziz onaxonimizni shunday farzandlari voyaga yetkazib shu xonadonni nuri farishtasi bo'lib turgan mana shu onaxonni bugun 45 yoshni qarshılayotgan Zarina onamizni unutilmas kunlarida yozilgan dasturxonga xush kelibsizlar. Ilohim yuzga kirsinlar. Hayotlarida tug'ilgan kun umrlarida mana shu yerda yana 50-60 marta qayta kelsin. Har tug'ilganlarida yozilgan dasturxonlarda biz ham bo'laylik. Avvalo hammaning nomidan va farzandlari nomidan, asosan meni taklif qilgan Sanjarbek nomidan onajonimizga sizga aytmoqchi bo'lgan qalb so'zlari bor. Boringiz baxt ekan, boringiz davlat. Sizdayin mehribon topmadim hech ham. Menga baxt tilaysiz omad. Baxtimga sog' bo'ling, jannatim onam. Har aytgan so'zingiz tillolarga teng. Gar men orzon cheksam ko'zingizda nam, duolar qilasiz. Saharlab turib, yolg'iz suyanganim, jannatim onam. Ko'rib shon bo'lasiz bir bor yuzimda, dardingiz ichga yutasiz har dam. Betob bo'lsangiz ham o'ylaysiz meni, farishta misoli jannatim onam. O'zi meni deya azob tortgansiz. Bo'ldi endi siz ham biroz olingda. Dardlaringiz olay men o'g'il bo'lib, berdi borim meni jannatim onam.
Allohga shukrki dunyoda borsiz. Vaqtida qadringiz bilmadim onam, ko'zlaringiz endi doim kuladi. Men sizni asrayman jannatim onam. Albatta ana shu darsni ochib berishga farzandlari Sanjarbek hamda kelinlari Barnaxonni hamda Zarina onamizni onalari Nasrina onamizni mikrofon dastiga taklif qilaman. Kelinglar, so'z navbati sizlarga. Albatta shirin tilaklarni, dil izhorlarini mehmonlarimizga va mezbonlarimizga bildirib qolishingizni so'rab qolamiz. Albatta Zarina onamizni ham taklif qilaman. Kelinglar. Go'zallar qanday benim qarovsiz muhabbat uchun qanlaydir men bilak uzmayman habib topmayman onamning duosi meni asraydi onamning duosi meni asraydi bir kuni do'stlarim qanlaydi meni sot turgan sadoqat uchun qanlaydi Sulaymon noridan topmasam panoh u dunyo bu dunyo topmasam panoh onamning duosi meni asraydi otamning duosi meni asraydi. Tug'ilgan kunlaringizga sog' salomat farzandlaringizga bosh bo'lib yurishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Yurgan yo'lingiz doim gullarga to'lsin, xonadoningiz nurga to'lsin. Albatta, kimdan boshlaymiz? Assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Men ana shu Zarnani tug'ilgan kun tabriklayman. Tug'ilgan kuni Sanjarbek Marjonni eko'ni huzur halovatini ko'rsin, hech dunyoni kamini ko'rmasin, onlarni orzu havasini ko'rsin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq va yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugungi kechamizga xush kelibsizlar. Objon Zarina, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Doimo bolalaringizni orzu havasini ko'ring. Sanjarbekni nima niyat qilgan bo'lsalaringiz niyatlaringizga yetingizlar. Tug'ilgan kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum degan uzoqdan kelgan mehmonlarga mana shu bazmning sababchisi ayajonim tug'ilgan kuni sababli yig'ilgan ekanmiz. Ayajonim bego'yo bizni boshimizga bosh bo'lib 80 yil 90 yil yana yashashlarini men so'rab qolgan bo'laman. Ishqilib vaqtingizga sog' salomat bo'ling. Va qo'shimchasiga dadajonim hamda tog'ajonim, ikki qaynsingillarim Sevinchxon hamda Sovunchxonlar nomidan ham tabriklab qolaman. Hamda ayajon men o'zimning buvajonim Xudojoningiz nomidan ham akam abchamlar nomidan ham sizni tabriklab qolaman. Ilohingiz yoshlarga bering. Sanjarbek ukam o'rniga tabriklaymiz. Sanjarbek ukam o'zi bitta o'ylaganini yashagan to'g'rimi? Buni uzoq bo'lsin. O'sha tabriklaymiz, uzoq bo'lsin, shu onamning duosi asraydigan bo'lsa sizga savol qilaman ukam uchun. Shu bizga beradi xolasa. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlar rozi bo'lsin deb. Marhamat xush ko'ramiz. Sizga. Bahar.
Hamdayimiz Anamning rosini asraydi. Kechirasizlar aziz mehmonlar. Bizdan chiqdi, tabriklar yana qadrlamiz. Oilamizdan Sizga rahmat, albatta bu bilan kasablaringiz uchun yana kattakon rahmat deyman. Ona bo'lish qiyin. Kimdadir bolasi bo'lish oson, lekin ona bo'lish qiyin. Kimdadir aka, uka, opa, singil, umr yo'ldosh bo'lish oson, lekin ona bo'lish qiyin. Nega tug'ilganlar bor, tuqqan kun degan kun yo'q. Nega tug'ilganlarga uzoq umr tilashadi, tuqqanlarga duo ham qilinmaydi. Nega tug'ilganlar uchun qozonda osh damlanadi, tuqqanlarga xizmat qiladi. Haqiqat bu emas. Biz albatta tug'ilganimizni bilamiz, qanday tug'ilganimizni bilmaymiz. Biz katta bo'lganimizni bilamiz, lekin qanday katta bo'lganimizni bilmaymiz. Buni faqat onalar biladi. Doimo onajonlarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin deganlar bitta guldirak qarsaklarimiz chiqib qo'yasizlar. Albatta tashrif buyurgan Xo'sh xonanda Nasimjon Bo'shayev albatta tarixga mehrlovchi video studiyasi, omad studiyasi sizning xizmatingizda. Albatta davramizga o'ynab ochib berishingizni so'rab qolamiz. San'atkorimiz Nasimjon akamizga beramiz. Qanot. Bo'ldiroz qarsaklarningiz ostida. Mana barcha onajonlar bor inshaalloh qilamiz. O'yin qo'yib mazza qilib olinglar. Qo'shlarimiz sizlar uchun. Daryodayin mehr benim natim onam, kecha kunduz meni chun
başıma külfete salda Kılıgıl mana feryal Bilmem nesbet adem edin nasıl feride Gözleri şahla Kıldın bana bir bakışla Aslında şeyda Cilme kılamayacağım Kıldın bana bir bakışla Aslında şeyda Cilme kılamayacağım İçine cahanda Mecnun ile Farha Min birle kaçan tek bulur içine cahanda Mecnun ile Farha
Dasmol gazmol archi barchi Gulzar bo'lsa qo'limda Yalla boqam yalla Cho'ponlardan ayron gulzorlardan rayhon Cho'ponlardan ayron gulzorlardan rayhon Ayron rayhon dasmol gazmol Gulzar bo'lsa qo'limda Yalla boqam yalla Ayron rayhon dasmol gazmol Gulzar bo'lsa qo'limda Yalla boqam yalla Thank you.
yo'qmi? Oh qaroringni o'zilmoqda yo'qmi? Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Dunyolarga qadam qo'ydim, yolg'onni ko'p chekkaga qo'ydim, sog'inishni unutib qoldim, telbalardan so'radim qo'ydim. Dunyolarga qadam qo'ydim, yolg'onni ko'p chekkaga qo'ydim, sog'inishni unutib qoldim, telbalardan so'radim qo'ydim, telbalardan so'radim qo'ydim. Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Sevgima aylan hop, qalbimga jaylan hop. Bilmayman, bo'ldim bayron hop. Albatta tabriklar bilan o'tkazib tabrik so'ziga Zarina onamizni sinfdoshlarini 11 yil birga o'qigan albatta Alisherjon akamiz, O'tkirjon, Alijon,
Nigora Shohida opamizni barcha sinfdoshlarini mikrofon qarshisiga taklif qilaman. Kelinglar, so'z navbati sizlarga. Shirin tilaklarni, bu izhorlarni albatta Zarina onamizga bildirishingizni so'rab qolamiz. Kelinglar. Bu dunyoda do'stdan dushman yo'qku. Eng sodiq do'stim siz, yaxshi bilaman. Sizsiz bu dunyolar kerakmas menga. Ona borik bizga qilaman. Bu olamda siz baxtli bo'lsin. Sochingiz oqarli ehtiyojlarni o'ylab, kutasiz tunlari yo'lni poylab. Ona borik bizga shukr qilaman. Albatta sinfdoshlarim barchalarini ham taklif qilamiz. Kelinglar. Aziz sinfdoshlar, sirdoshlar, mana bugun Shodiyona Fazil Jamshid. Voy! Bu Shodiyona Jamshid Toshkentligisi zavqdoshimiz. Shaxsiy bayonlaringiz qutlug' bo'lsin. Iloyim yuzga kiring. Bolalarning orzu havasini ko'ring. Dunyoda hech kamchilik ko'rmang. Ertaga jahon shodliklari yig'ilsa bugun do'stlar didoridan bo'lar emas ustun deydi. Endi shunday sinfdoshlar bor ekan, shunday adabilar bor ekan, haqqani qoyil qoldi Krasnoyarskka. Ma'qul Krasnoyarsk. Ish qilib yuzga kiring, bolalarni orzu havasini ko'ring. Avvalambor assalomu alaykum ushbu davra qatnashchilari. Mana bugun xush kelibsizlar do'stlar, dugonalar. Mana bugun dugonamiz Zarinaxonning tug'ilgan kunlari, tabriklaymiz, sovg'a kunlaydigan dugona. Umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Sanjarbekning keliningizni tanajonlari sog' bo'lsin. Bolalaringizni orzu havasini ko'ring. Nima niyatlaringizga yeting. Doimo sog' salomat bo'ling dugonam. Yuzga kirib hoji ona bo'lib yurishni tilab qolamiz Allohdan. Güzel kendine yatırıp gitti. Şimdi katılmayırken Rusya şehirindeki sınıftaşlar namıdan, kışlakta sınıftaşlar namıdan, hemasının namıdan tabriklayımız. Bunlarla yüzge girin, bolalarni orzu havasini ko'ring. Ish qilib hech qaramaylar. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammalaringiz. Donamizning Zarinaxonning tug'ilgan kunlari ekan. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz, yuzga kirsin. Doim ota-onasini, bolalarni baxtiga salomat bo'lsin. Otajon bo'ling, har doim bolalaringizni oldida Bilen gap yok mu? Mağala deyman da endi nega? Betdagi Krasnoyarsk ko'pchiliklaringizlar. Gap yo'q mu? Rata muzika kerak emasmi? Ha? Qanday muzika? Bitta sinfdoshlar muzikasi. Haligini basni sal pastroq qilasizda, muzikani pastroq qilib, jolini sal balandroq qilasiz. Ma'qulmi? Omon bo'ling. Albatta sizlarga rahmat aytganlar, shirin tilaklaringiz, bu ismollaringiz isboti uchun sizlarni o'yinga taklif qilamiz. Albatta Zarina onamizni sinfdoshlarini va mehmonlarini barchalarini o'yinlarga taklif qilaman. Jonli qo'shiqni yuragida bandi bog'lab aytadi. Endi chin nomida Naqsimjon akamiz aytadi. Qonaqina. Bana bu diye Bolam bo'lib qolsang
sınıftaş, sınıftaşlar, sınıftaş, sınıftaşlar, sınıftaş, sınıftaşlar, sınıftaş, sınıftaşlar, sınıftaş.
bechidan osh miyona tosh melarsan
خندان دندان گل مثالی موره مرجان رخسار گل مثالی غنچه خندان دندان گل مثالی موره مرجان خنده قدم میایی گپچه خیرابان عاشقی رویت شدم ای منی تابان خنده قدم میایی گپچه خیرابان عاشقی رویت شدم ای منی تابان شوخ و دل آرایتون گلابی دختر قشنگ و زیبایتون گلابی دختر شوخ و دل آرایتون گلابی دختر قشنگ و زیبایتون گلابی دختر Rahmat o'ynaganlariniz uchun, ana shunday bolalarni qizdirib berganlariniz uchun ham rahmat deymiz. Albatta akalarimizga, opalarimizga, onaxonlarga, barchalarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Albatta tabrik so'zlar bor. Tabrik so'ziga Zarina onamizni sinfdoshlari Farhodjon, Murodjon, Mahbuba, Zulfiya keluvdilar. So'z navbati sizlarga. Avvalambor assalomu alaykum. Ushbu davra qatnashchilari. Mana bugun baxtli kun. Baxtli kun mana Zarina sinfdosh do'stimizni 45 yillik ayyomlari bilan tabriklab, bunga uzoq umr, yosh bolalarning o'z havasini ko'rishlik, doim sog' salomatlik bilan doim quvonch tark etmaslik. O'zimga berilgan ozgina fursatdan foydalanib, insof, baxt, saodat, tinchlik, bolalaringizni oz havasini ko'rish, xojona bo'lib yurishlaringizni Allohdan so'rab qolamiz. Hamisha sog' salomat bo'ling. Bolalaringizni salomat bo'ling. Bolalaringizga rahmat. Telefoningiz sog' bo'lsin, birinchi o'rinda bolalaringizni o'z havasini bo'ling, ko'nglingizni qo'ying. Yana mana shunday o'yinlarni ko'pini qiling. 50 yillik, 60 yilliklarda ham qatorimizdan kam emasdan hammamiz birgalikda mana shunday o'ynab kulib yuraylik. Doim sog' omon
bo'ling. E'tiborlaringizni so'rayman. Arzimagan sovg'amizni sizlar tomonidan yetilgan sovg'amizni topshirishga ijozat berasizlar. Rahmat sizlarga. Ilohim sizlarga ko'z tegmasin. Xursandchiliklaringiz hech qachon yo'qolmasin. Albatta yana tabrik so'zlarimiz bor. Zarina onaxonimizni jiyanlari Sog'inchixonni mikrofon tasdiq taklif qilaman. Keling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, Zarinaxon. Tug'ilganingiz muborak bo'lsin. Alloh bergan yoshga kiring. Bolalaringizni huzur halovatini ko'ring. Bugun qo'shaloq tug'ilgan kun ekan, bizning Noilaxon qizimiz ham tug'ilgan kunlari. Noilaxon sizga ham uzoq umr, baxt, saodat. Bolalaringiz vaqtiga sog' bo'ling. Majid akani omon bo'lsin boshlari. Baxt tilayman sizlarga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun mana Zarina opamni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Alloh taolo birinchi o'chirda salomatlik bersin, sog'liq bersin. Bolalaringiz orzu havasini ko'ring. Alloh taolo yangi shu kunlarga, hojilarga, umralarga boring, biz mashhadlik kutib olaylik. Tabriklayman opa, yuragimdan, qalbimdan shu gulga ochilib yuring. Albatta yana tabrik so'ziga Sanjarbekning do'stlari Musulmonqul, Parviz, Sharifjonlarni taklif qilaman. Keling, so'z navbati sizlarga. Yonimda chin do'st bo'lib turgan onam bor. O'zim emas, meni o'ylab yurgan onam bor. Birosi bizni oldin, dardidon lekin sokin, hammadan oldin holim so'ragan onam bor. Ko'rsatmadi ko'zda yosh. Garchi men bag'ritosh, g'amlarimsiz bardosh bergan onam bor. Shod bo'lib so'zlarimdan, kuzatib izlarimdan, dardimni ko'zlarimdan bergan onam bor. Shod bo'lib so'zlarimdan, kuzatib izlarimdan, dardimni ko'zlarimdan bilgan onam bor. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Sanjarbek onalarini tug'ilgan kunlari yuzga kiring. Eson-omon bolalaringizni baxtiga. Baxtiga eson-omon bo'ling. Tevarak Rahmat sizlarga, yaxshilik qilaringiz uchun.